Salamatmisilar? Bugun biz darsimizda geometriya boshlaymiz. Geometriya 7-sinf sizlarga kirgizildi. 7-sinfda yaxshi tushunyapsizlar. 10-11gacha keyin geometriya yomon eski dars deb o'tirsizlar. Shuning uchun bugun biz geometriyaning asosiy tushunchlarini o'tib ketaylik. Sizlar har qanday narsaning so'zlarning ma'nolarini obdan tushunishinglar kerak. Masalan, qarang, geometriya deganimiz qadimiy grek tilidan geo degan yani bildirdi, metro deganimiz o'lchash. Vaqtida geometriyada nimani o'rganimizga biz har qanday figuralarni o'rganamiz, ularning o'zaro o'rnashishi yoki bo'lmasa har qanday bir figuraning hajmini tepish, maydonni tepish, ya'ni ko'plagan narsalarni qarashtiramiz. Eng beshida albatta biz bundaq narsalarni yaxshi tushunishimiz kerak. Chekit degan so'zni jiq ishlatamiz. Chekit deganimiz qadimiy grek Evklidning aniqlamasi bo'yicha uni biz bo'laklari yo'q figura deb atab ketgan. Masalan, biz ruchkamizni elib bundaq qo'ysak, bir qatam besiblar. Mush paydo bo'lgan figurani biz chekit deb ataymiz. Yoki chekitning nima deyotgan hech qanday o'lchamlarini hisobga olmaymiz. Uni birinchisidan deymiz, keyin har qanday chekitlarni biz cho'ng latin harflari bilan belgilasak bo'ldi. A, B, C deb. Yoki bo'lmasa A1, B1, C1 deb belgilasak bo'ldi. Indekslarni kirgizib. Yoki bo'lmasa, tepsiga endi bundaqni ancha jiq ishlatmaymiz. Ustiga bundaq shtrixlarni qo'yib chiqsak bo'ldi. A shtrix, B ikki tal shtrix, uch tal shtrix deb har xil belgilasak bo'ldi chekitlarni. Endiki tushuncha tuz deydi. Tuz deganimiz ya'ni o'sha Evklidning aniqlamasi bo'yicha kengligi yo'q uzunlik. Uni qanaqa tushunsizlar? Masalan, jipni olamizda, jipni ikki uchidan bundaq tatib qo'ysak, u vaqtida mush paydo bo'lgan siziqni biz tuz siziq deb ataymiz. Va har qanday tuzni biz kichik latin harflari bilan belgilaymiz yoki bo'lmasa A1, B1, C1 deb indekslar bilan yozib chiqsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa tuz sizig'ida A va B chekiti berilgan bo'lsa, biz mushu tuz sizig'ini AB tuz sizig'i tuz deb atsakmi bo'ldi. Uchinchi aniqlama tekshirlik deganimiz, qarang, tekshirlik u suvning, taxtining, kitobning, masalan, sizlarning telefonlaringlarning buni betini tekshir bo'lgan betni biz nima deb ataymiz? Tekshirlik. Tekshirlikning uzunligi va kengligi LS deb qo'ysam bo'ldi. Uzunligi va kengligi bir figura va bu tekshirlikda tekshir bet bo'lishi kerak. Mushtaqni biz tekshirlik deb ataymiz. Endi har qanday tuz siziqning bo'yida ustida yotadigan taalluq deb ataymiz yoki bo'lmasa tuz sizig'ida emas, boshqa bir yerda o'rnashgan chekitlar bor. Shu vaqtida agar bizning A chekitimiz A tuzining bo'yida bo'lsa, biz nima deb yozamiz? A chekiti A tuziga taalluq deb mushtaq yozamiz. Agar A chekitimiz A tuzining bo'yida emas, bundaq bir yerlarda C va D chekiti bor bo'lsa, uni bunday yozamiz geometriyada. C chekiti A tuz sizig'i taalluq emas deb перевернутый, зачеркнутый siz qo'yamiz. Yoki bo'lmasa D chekiti deymizki, bolalar A tuz sizig'i taalluq emas. Bundaq belgini yodlayveringlar. O'sha geometriyada eng muhim asoslarni yaxshi tushunib olsanglar, andan keyin tushunishga o'ng'ay bo'ldi. Shu ya'ni Evklidning Начало Evklida degan kitobida qaranglar, 5 ta aksiyomasi bor. 4ni hamisida bor, 5-inchisi Evklidda va shu 5 bir qoida bor, aksiyoma deb ataymiz. Ular bo'lsa-mi, agar biz isbotlamaylarmi, bir qoidani deb atab ketamiz. Masalan, bir o'yin o'ynaganda bunda deyishimiz mumkin-da.
bir oyunning o'zining qoidalari bo'ldi, durustmi? Nemishki unda qoida deb biz hech qachon savol qo'ymaymiz-ku. Mana mushtaq qoidasi bor. Shu pravila bo'yicha chiqirmiz deganda biz geometriyada mushtaq bizda 5 tal aksioma bor. U утверждение, которое не требует доказательства deb o'rishcha deb qo'yamiz. Agar isbotlanmayli berilgan aniqlikni biz aksioma deb ataymiz. U grek tilidan gumon yo'q, loyiq deb hisoblangan deganini bildirdi. Masalan, nima deymizki, biz tekshirlikning bo'yida har qanday bir ikki chekitni olsak, masalan, A va B chekitini qarashtiraylik va nima deydiki, bizning aksiyomamiz shu A va B chekiti orqali o'tadigan faqat bir tal tuz siziq o'tkazishga bo'ladi. To есть ikki chekit orqali faqat bir, men sal qing'ir bo'lib qolyapti. Nimasini topolmayapman, liniya o'tkazgan. Shu nima dedi, shuni bilan yana bir qaytlaydi. Qolgan ikki chekit orqali yolg'iz tuz o'tadi degan bu bizda balla aksioma. Buni mushtaq yodlab olishimiz kerak. Kelajakda bizda o'sha logikalik o'ylash orqali isbotlangan qoidalar berildi. Uni biz teorema deb ataymiz. Shu teoremalarda biz har qachon nima ishlatamiz? Aksiomalarni ishlatamiz. Yoki bo'lmasa bir teoremani aksiom bilan isbotlab olib, keyin ikkinchi teoremani, shu birinchi teoremani ishlatamiz. Isbotlash yomon kerak. Bu yerda geometriyada, в общем, eng qiyini mushu. Bizga bir teorema berildi. Uni albatta biz tasvirlab, rasmni chizib, rasmni bunday xolsiz qo'yib, buni ikki tuz o'zaro bunday o'rnashgan, parallel o'rnashgan deb deyishga bo'lmaydi. Albatta biz uni berilgan hisobning berilgani bo'yicha nima qilamiz? Teorem bo'lsa, albatta uni isbotlashimiz kerak. Yana bir tushunchalar bu yerda nima deydi? Agar ikki tuz chekitning bir umumiy chekiti bo'lsa, u chog'da bu tuzlar o'zaro qiyilishadi deydi. Masalan, A tuz sizig'ini qarashtiraylik, B tuz sizig'ini qarashtiraylik. Bularning umumiy buni bir tal chekiti borki, C chekiti deb atab qo'yaylik. C chekiti bizda A tuziga parallel, taalluq kechirsizlar, B tuziga parallel. Endi parallel taalluq bo'lg'achqa, mushtaq umumiy chekiti bor ikki tuz siziq biz nima deymiz? Albatta ular cho'qim o'zaro qiyilishadi deb ataymiz. Yana bir deydiganimiz, agar tekshirlikni yotadigan, tekshirlikni yaxshi tushunishimiz kerak. Biz nima dedik? Uzunligi va kengligi bor tekshir betni biz tekshirlik deb ataymiz. Mushu yerda deydi. Bir tekshirlikni yotadigan va umumiy chekiti bo'lmagan ikki tuz siziqni qarashtiraylik. Masalan, shu A tuz siziq deb eng ko'p o'sha kichik latin harflari ishlatiladi. Indeks siziqlar A, B deb belgilab qo'yaylik. Agar mushu ikki tuzning umumiy chekiti bo'lmasa, biz nima deymiz? A tuzi B tuziga parallel. Buni bunday значокni biz parallel deb. Parallel deganda mushtaq ikki qiyilashmaydigan tuz siziq bilan belgilaymiz. Так, endi hisoblarni chiqaraylik. Birinchi hisob bunday dedi. Tuzga taalluq va taalluq emas chekitlar bilan tuzni qurashtiringlar. Men sizlarga bunday tuz siziqni ko'rsatib qo'yay. Masalan, B tuz sizig'i bo'lsin. Uningga taalluq mana bu yerda ko'rsatib qo'yaylik. D chekiti bo'lsin, A chekiti bo'lsin, Y chekiti bo'lsin, F bo'lsin, qaysi bo'lsin, A chekiti bo'lsin. Endi mushundaq berilgan bo'lsa, biz nima deb deymiz? A, Y, D chekitlari B tuziga taalluq, F va I chekitlari B tuz sizig'i taalluq emas. Buni bir belgi bilan ko'rsatib qo'yamiz. Sizlar albatta o'zingizlar qolgan tuz siziqni chizib, ustiga chekitlarni ko'rsatib, o'zingizlarning misollaringiz bilan yozib qo'ysanglar bo'ldi. Endi hisobda bunday deydi. Bir tuzning bo'yida yotmaydigan 3 chekitni belgilanglar. Berilgan 3 chekitdan har xil chekitlar cho'pi orqali o'tadigan tuzlarni
Жүргізіңлар. Мұндақ түзінің барлығы қанша? Геометрияда әң қиыны мұшу. Мәселен, қараңлар. Bu yerде бізге езілған сөзні, мұшу езілған сөзні түшініп, әрбір сөзін түшініш керек те, шының үшін мәбей чекет, түз, сызық, тәкшіліктен бөлек түшендіріп бердім. Ашынудан башлайды, кітапларды түшендірішке. Ve әндімда дейді. Bir түзінің бойды ятмайдыған 3 çekit belgilenen. A çekiti bolsun, B çekiti, mesela M'de C çekiti de koyalım. A, B, C. Mana birinci cümleden 3 çekitsiz valdık. Bir tüz sızıqtı yatmaydıgan bolan. Berilgen 3 çekitten her xil çekitler çöpü arqılıq ötüdügan cüp degen işkiden durusma tüzlerini sızıqlar. Mesela ben A bilen B tüz sızıqınımda A bilen B çekitini qoşsam, aksiyomu var ki biz dedik ki her qanday iki çekit arqılıq faqat bir tüz sızıq ötküzüşkü boldu. Çok bilen A bilen B'ni jığıbasak bizde A, B tüz sızığı P'de boldu. Şundaqla biz A bilen C'ni qoşsaq boldu. A bilen C'ni qoşsaq, тоже bir tallı tüz жүргізіміз A, C'de qoyayım. Ну и ақырқысы B çekiti bilen C çekitini birleştirsek mındaq tüz sızıq çıkıldı. Yani tüz sızıq bizde çeksizlik kitiye vurdu manda. Yani taxtam menin bir çeksiz emas, şunun üçün toxtab qaldım. Əslində kitiye vurdu tüz sızıq, oң tərəfə, soň tərəfə çeksiz geçen. İyi bilim deyimiz ki B, C. Mana 3 çekit arqılıq 3 tüz жүрgüzüşkü boldu ki. M'de deydi. Suratda qancha tüz tasvirlangan? Cüplerinin qiyilishgan çekitler sani qancha? Yezip chiqar, M'de yezilmabdi da, azındaroq qilib. Şu fioletoviy ep qo'yay, belgilab chiqar. Buni A tüz sızığı deylik. Oy, kechirsizlar. Bunu tüz sözlüğünü A belgileylim. Bunu B bolsun. Körasılağı durusma. Bunu C tüz sözlüğü. Bunu D. M'de Y. Oy. Geçirse. Y. M'ge F yazmamın sebebi F bunda qarasana. Onu A deb belgilep koydum. Ama. Bunu tüz sözlüğü C oluşu var. B var. В общем, hemsini belgilep bulduk. Şu vaqtda biz qancha tal tüz sözlüğü var ki? A, B, C, D, bunu Y'de qo'yay. 1, 2, 3, 4, 5 tüz sızığı berilgen qiyilishgan çekitler sani qancha? Çekit mana M'de bir qiyilishi ekan. Qiyilishgan çekitlerini qancha taba sanab chiqinglar deydi. Mush hesapda so'radi shu. Çekitlerini biz çoğun harf bilen belgilaymiz dedik. Endi alfabetu A, B, C, D manqashqa shuning uchun привычно bizga A'dan başlaşqan. No, точно A'dan başlagan yok. Просто özümüzge oňay boluş üçün alfabet türetide başlaylı. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mana. Qiyilishgan qancha çekit baka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal çekit baka. Şimdi atkan bolsaňlar, pluslan qo'yib qo'yinglar. Geometriyada jiq so'zlaydigan dars. Endi qaranglar, C çekit arqılıq ötüdigan A, B tüzüge paralel жүрgüzüňlar deydi. Paralel degan çekit nima dedik? Biz iki tüz sızıqning umumiy çekiti bolmasa, u tüzler özara paralel. Şu vaqtda qaranglar, buni A, B горизонтально turdi durusma. Endi C çekitidan ötüdigan ve A, B tüzüge paralelini biz mundaq жүрgüzsek boldu. Şu, esa pütdi. Мне тоже интересно. A, B bizde ködäme mundaq yantu tekşilik ornaşkan mundaq bir bulunda. Şu vaqtda da C çekitidan ötüdigan ve A, B'ga paralelini sızveliş üçün birkaç çakmak berilmegende çakmakta qaraymiz. Bunu C çekiti A tüz sızıqda mana M'ni qaraşsaň mundaq iki kletka ornaşkan durusma.
Endi yani mana meyda bir ret ko'rib qoldim. Men вообще tuz sizish uchun как minimum 2 tal chekit kerak. Вот C chekiti bor, endi C'dan daqsizman bilmagachga men yana bir chekit tepelishim kerak. Shuning uchun mana buni men hozir qarab oldim. C chekiti A, B tuzidan qanchalik ariqda o'rnashgan bundaq sizsam bo'ldi diagonal bilan yoki bo'lmasa chaqmoqning qiridan mangsam daq mangsam C chekitiga yetib borasizlar ekan. Теперь buni chekitlasam bo'lmaydi. Mayda yaxshiroq ko'rinadi. Ko'rasizlar, прям chaqmoqning qirida turdi. Shu vaqtida daq men kelsam, вот D chekit paydo bo'ldi. Endi bu bizning вспомогательный liniyalarni ivitaylik. Bu просто o'zimizga o'ng'ay bo'lish uchun ko'rsatib qo'ydik. Shu vaqtida C bilan D ni qo'shsanglar, вот sizlarda nima paydo bo'ldi? CD yiz qo'yadi. CD A bo'yiga parallel. Bundoq ko'rsatamiz. Maydimi? Hamma CD deb belgilab qo'ying. Parallel bo'lib chiqadi. Endi V ni sizlar uyda shunga o'xshash chiqarib ko'ringlar. Endiki navbatda deydi, suratda tasvirlangan A tuzi bilan qiyilishadigan tuzlarni ko'rsatinglar. Qani A, mana A. Bizdan qaranglar, A tuz sizig'i C bilan qiyilishadi ekan, durustmi? Точно. Buni D bilan qiyilishadi ekan. J bilan qiyilishyapti, R bilan qiyilishyapti. Endi buni H вроде как непонятно, biroq biz bilamiz-da, что tuz siziq cheksizlikcha ketaverdi. Tuz siziq cheksizlikcha ketavergankin, какой-то момент H tuzi buni A bilan ikkisi o'zaro qiyilishadi. Shundaqla B tuz sizig'ini davomlashtirib, A ni davomlashtirib, ular точно mana shu yerda qiyilishadi. Qiyilishgan chekitlar jiq bo'lg'ashgan. Biz давайте qiyilishmaydigan topaylik. Onun uchun, понятно дело, qiyilishmaydi deganimiz parallel degan so'z. Parallel A tuz sizig'iga parallel tuz siziqni izlab ko'raylik. Buni A tuz sizig'imizni bunday qilib qo'ysam-chi. Yaxshi bo'lmay qoldi asl. Так, bundoq продлевать qilib qo'yay. Nima uchun qilyapti? Qaranglar, buni mana me bilan buni chekitlarini A chekiti, B chekiti deb belgilab qo'yay. Ular qo'shsa, buni da men для себя qo'shyapman-da. Qo'shganda biz buni qirlardan точно mang'alaymiz. Buni qirlardan mangsak, biz bir klеточка mayaqqa и mayaq 3 klеточкаdan mangsak, buni A bilan B chekiti qiyilishadi. Давайте shunga o'xshash tuz siziqni izlab boqaylik. Так, bizga mana buni F непонятно qiyilishadi, qiyilishmadi. Shuning uchun F ning buni chekiti bilan mayda bir chekitni qarashsanglar, qaranglar, sizlar bir liniya по горизонтали, 3 liniya по вертикали mang'anki, mana buning bilan o'xshash bo'lib qoldi, ko'rdinglarmi? Shu vaqtda buni 2-3 bunliq o'xshash bo'lgankin, bizda F tuz sizig'i только F tuz sizig'i A tuz sizig'i parallel emas. Parallel emas degan bundaq sizib deb hech qanday ko'rsatmaydi. Shuning uchun biz bunday yozib qo'yaylik. F tuz A'ga parallel emas. Qolganlarning hammasi parallel emas, parallel kechirishlar. Faqat F tuz sizig'i A tuz sizig'i parallel bo'lganki, mustaqil ko'rsatib qo'yaylik. Qolganlarning hammasi qiyilishadi ekan. Qiyilishgan juftlarning 10 chekiti bo'lgandek 5 tuzni tasvirlanglar. Bu belki bizning buni yo'l hisobiga o'xshaydi ekan-da, men chekit batteras. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ну, все, mana aylanib kelib, yana mustaq yasab qo'ysanglar 5 siziq bo'ldimi? Biz tuz siziq ko'raylik mana. A, B, C, D, E. 1 2 3 4 5 da. Все, bu hesabning o'zi oказывается решенияsi bor ekan, do'stlar. Endi nima deydi? Ayim, Sanam, Baxtiyor va Doniyor tuz siziq bo'yicha qatorga turdi.
Baxtiyor ayım bilan Sanamning o'tirsida. Sanam bo'lsa Baxtiyor bilan Daniyarning o'tirsida turdi. Balalar qanday xirat bilan o'rnashgan turdig'ini tepishimiz kerak. Uning uchun tuz sizig'ini sizib qo'yaylik. Kechirsizlar, meningda lineyka yo'q, shuning uchun sal tuz bo'lmadi uzunda. Voy, nimda. Ayım, Sanam, Baxtiyor va Daniyar. Men ularni cho'ng harf bilan belgilab qo'yaman. Ayım A bo'lsin, S bo'lsin, Baxtiyorni B deb qo'yaylik, Daniyarni D deb belgilab qo'yaylik. Baxtiyor ayım bilan Sanamning o'tirsida. Men bir yerda ayım A degan chekni belgilaylik. Men bir yerda S deb belgilab qo'yay. Shu vaqtida Baxtiyor ashlarning o'tirsida degan keyin B, kechirsizlar, B chekdi. B chekdi mana A bilan S'ning o'tirsida degan mustaqil sizib olamiz. Sanam bo'lsa Baxtiyor bilan Daniyarning o'tirsida. Sanam bo'lsa Baxtiyor bilan Daniyar Sanamning o'ng tarafida. Shu. Hisob bitdi. Endi bu hisobni aslida mundaqmi chiqarsak bo'ladi, qaranglar. Nima deydi? Baxtiyor ayım bilan Sanamning o'tirsida keyin men bir yerga B deb yozib, men o'ng tarafiga ayım, so'ng tarafiga Sanamni yozdim. Bu на самом деле, может, men so'ng tarafida Sanam, o'ng tarafida ayım bo'lishi mumkin. Sanam bo'lsa Baxtiyor bilan Daniyarning o'tirsida degan keyin, значит, Baxtiyor уже menda qolsa Daniyar so'ng tarafda. То есть bu hisobning ikki chiqarish yo'li bor. Endi hisobda 3 tuz, 4, 5 tuz, n tuz qo'shdan qiyilishganda paydo bo'lgan chekitlarning eng ko'p soni qancha? Albatta 3 tuz siziqni ko'rsatdik, durustmi? Qaranglar, 3 tuz siziq masalan bir chekitni qiyilishi mumkin. U vaqtida birli chekitli bo'ldi. Biroq bizga nima deydi? Eng ko'p deydi. Eng ko'p qiyilishish qo'shdan qiyilishganda 2dan как minimum degani-ku. Men 3 yil qiyilashdi. Agar bunda siz qo'ysak, u vaqtida bizda 1, 2, 3 qiyilish chekiti bor va 3 tuz siziqdan eng ko'p mushta siza olamiz. 4 siziq bo'lsa-chi, qaranglar. 4 siziq опять-таки, masalan 1, 2, 3, 4 deb bunda belgilab qo'ysam bo'ldi, durustmi? Vaqti 1, 2, 3, 4 siziq bo'ldi. Yoki bo'lmasa, yana qanaqa qilsak bo'ldi? Masalan 1, 2, 3, 4 deb qo'ysamchi. Hozir oxirgi sal qarab qilay. Masalan A, B, C, D tuz siziq. U vaqtda уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta tuz siziq bo'ldi, ko'rdinglarmi? 5 ta bo'lsa, 5 ta 5 tuz siziqni esinglarda yulduz sizganda va shu 10 ta bo'lgandi. Shu vaqtda n tuz sizig'ini qo'shdan qiyilishganda qancha tuz siziq, qancha chekit, eng ko'p qancha chekit bo'lishi mumkin deganni sizlar o'zingizlar uyda chiqarib, menga mashada kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shuning bilan darsimiz bugun oyoqlashdi. Salomat bo'linglar. Ders yoqqan bo'lsa, конечно, like bosishni unutib qolmanglar.